Avvalambor assalomu alaykum. O'zbekiston uchun bu birinchi marta jahon chempionatida qatnashishimiz. Bu chempionatdan to'g'ri xulosa qabul qilib, keyingi jahon chempionatlarida munosib qatnashib, oldimizga yuqori o'rinlar qo'ysak bo'ladi. Bu mana kelib ko'rib bildikki, endi birinchi marta qatnashganimiz uchun bu sal qandaydir bosim ham bo'ldi deb o'ylayman. Можно по-русски вопрос? Что останется в памяти главного после этого чемпионата у вас? Endi ko'p narsalar xotira bo'lib qoladi. Portugaliya, Kolumbiya va Kongoga qarshi o'yin uchun ko'p esda qolarli momentlar ko'p bo'lib qoladi va aslida shu Ronaldo bilan bitta maydonda to'p surganimiz biz uchun eng katta orzu edi va orzuyimiz amalga oshganidan xursandmiz. Doston aka, o'yindan avval bizni yirik hisob balkim qanoatlantirishi mumkin edi. Fabio Cannavaro mo'jiza yoki o'sha ertak haqida o'zi sizlarga qanaqadir motivatsion nutq so'zladimi? Ne только shu Kongo bilan har bir o'yinda bizga kuchli motivatsiya berdi. Bu jahon chempionati bu yoqqa ko'pchilik oldin qatnasha olmagan va bular sizlarga kelganidan, sizlarga nasib qilganidan juda xursandman. Bulardan bemalol foydalanib, maydonda bemalol o'ynanglar deb ko'p maslahatlar beradi va buni maydonda ko'rsata oldik deb o'ylayman. Команда сегодня провела очень хороший первый тайм, вела в счете. Чего не хватило, чтобы провести такую же вторую половину матча? И как вы думаете, вообще в свою ли силу новичок чемпионата мира выступил? Или могли узбекские футболисты сыграть сильнее? И почему это не получилось? Bilmadim, menimcha konsentratsiyani yo'qotib qo'ydik va o'sha birinchi goldan keyin ular qo'yib yuborganimizdan keyin yana shu bosim bo'ldi bizga qarshi Kongo tarafdan, shu orqali mag'lubiyatga uchradik deb o'ylayman. O'sha guruhdan chiqa olmasligimiz deyarli aniq bo'lib qolgandi. Kongoga baribir ham hech kim 6 ta yoki 7 ta gol urishimizni kutmayotgandi. Shunchaki chiroyli g'alaba qo'lga kiritilishi mumkin edi. Futbolchilarga qanaqa bosim bo'ldi tushunmadim. Bu darajada bir mazmunsiz va juda ham og'ir o'yin ko'rsatish uchun. To'g'ri, endi har bir muxlis futbolchilardan g'alaba kutadi aslan. Biz buni qilib bera olmaganimizdan afsusdamiz. Lekin biz ularga Kongoga qarshi, Portugaliyaga, Kolumbiyaga qarshi yaxshi qarshilik ko'rsatib, muxlislarimiz uchun ham yaxshi futbol ko'rsata oldik deb o'ylayman.